Xotira muqaddas, qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistonday jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin. Mardlar unutilmaydi. Jo'ramurod Qodirov 1982-yilda Urgut tumanida tug'ilgan. 1990-2000-yillarda Tersak qishlog'idagi 116-maktabda tahsil olgan. 2001-2002-yillarda armiya saflarida xizmat qilgan. 2002-yilda ichki ishlar organlari saflariga qabul qilingan. 2013-yil 29-iyun kuni xizmat vaqtida voqea joyida halok bo'lgan. O'ylab qarasangiz, insonning umri kapalak qanot qoqquncha yetgulik fursat. Lekin shu qisqa fursatda ham asrlarga tatigulik ishlarni amalga oshirish mumkin. Jo'ramurod Qodirov ham qisqagina umrini ezgu ishlarga, asosiysi vatan uchun baxshida etdi. Bu yo'lda jonini ham ayamadi. Men shu vatanga xizmat qilaman deb o'z ixtiyori bilan armiyaga ketdi. Juda ham qiziquvchan bir ota-onaga, aka-ukalariga mehribon shunaqa yigit edi. 9 yil Toshkentga xizmat qildi. 2010-yil Samarqandga perevod qilib keldi. U shunday qo'rqmas, mard, jasur, o'z shu sohasiga juda qiziquvchan, hech narsadan bir vatan uchun jonini fido qilishga tayyor yigit edi-da. Ona, meni qachon kelasan desak, meni kelishimga, bu ketyapman, kelishimga hech narsa deya olmayman der edi. Shunday deb mana shu yerdan jo'nab ketardi. Shu kunni hech kimga solmasin. Shu kungi bo'lgan voqeani, nima ahvolga tushganimizni hech kimni boshiga solmasin, hech kim bolam demasin. Shunday qo'rqmas, mard, jasur farzand yetishtirganimdan, shu vatan uchun bolamni jonini fido qilganidan o'zim ham faxrlanaman. Jo'ramurod Qodirov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yildagi farmoniga asosan vafotidan so'ng Mardlik ordeni bilan mukofotlangan. Kichik serjant Jo'ramurod Qodirov o'z hayotini sermashaqqat, ammo sharafli kasbga bag'ishladi. Shu sohada 12 yil samarali xizmat qildi. Bugun uning ukasi Shohrux Qodirov ham akasiga havas qilib, ichki ishlar organlarida xizmat qilmoqda. Akam ichki ishlar sohasida mana shuncha yil xizmat qilib keldi. Biz yosh bo'lganmiz u davrlarda shu formada kelardilar. O'sha paytda bizda shu qiziqish uyg'onganda ichki ishlar sohasiga kirishga, vatanga xizmat qilishga yuragimizdan bir qanaqadir his-tuyg'ular boshlanib, ichki ishlar sohasiga kirishga o'zimizga ham qiziqish uyg'ongan o'sha paytlarda. Fotosuratlarini ko'rardik, sog'inardik akamizni. Rasmga tushgan rasmlarini, u paytlarda telefon bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, suhbatlashishga imkoni yo'q. Rasmlarini ko'rib, o'sha paytlardan qiziqish paydo bo'lgan o'zimga ham misol uchun. Mana Xudoga shukr, o'zim ham shu ichki ishlar sohasida ishlab kelyapman 3 yildan beri. Menimcha har bir o'g'il bola yoshligidan shu ichki ishlar sohasida qiziqishi bor, yo'q o'g'il bolam o'zi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Har bir yuragida shijoati bor bola ichki ishlar sohasida bir xizmat qilishni xohlab, katta bo'lsa ulg'aysa kerak deb o'ylayman. Shunday mard o'g'lonni, akam shunday mard, jasur yigit bo'lgani bilan o'zim faxrlanaman. Shunday insonning ukasi bo'lganimdan o'zim faxrlanaman. Jo'ramurod Qodirovdan ezgu ishlar bilan bir qatorda shirin xotiralar ham qoldi. Uning yoshlikdagi sho'xliklarini, bolalikdagi eng shirin lahzalarini oila a'zolari, opa-singillari doim eslashadi.
Endi yoshligimiz pashta birga o'tgan, ikkalamiz mana shu dadam bilan onam bilan uyga, hovlida, mana shu uylarida birga katta bo'lgan desam bo'ladi. Pashta men bilan ham suhbat, men bilan sirdosh, eng yaqin ikkalamiz birga ham suhbat edik. Shu ishga borgan vaqtlari ham shu ko'pincha menga telefon qilib, gaplari bo'lsa men bilan ikkalamiz maslahatlashib, birga gaplashib o'tiraydik. Endi yoshligimizdan gaplashgan bo'lsak, juda ham sho'x, endi hamma bolalikda bo'ladigan voqealar sho'x edik. Ayniqsa mana qishloq sharoitida bilasizlar, o't o'lanlar ichida katta bo'lgan bachchalar biza dog' daraxtlarning ichida ilon chayon deganday juda sho'x bola bo'lganda, endi o'g'il bachcha sho'x bo'ladi albatta. Aslan hayvonlarni ushlardidagi biz ham qo'rqitardi. Ko'pincha ayniqsa men ovqat qilib o'tirgan paytimda ham orqamdan shu kalpasda kaltakesaklarni olib kelib, shunday birdan elkamga qo'yib qochib ketgan vaqtlari ham bo'lganda, shunday qo'rqib, qo'llarimdan kosalar, patnislar tushib ketgan vaqtlari ko'p bo'lgan. Bolalik xotiralarimiz har doim shu bilan birga. Endi har doim eslaymiz, xotirlaymiz. Faqat bizdan ukamdan yaxshi xotiralar qoldi. Boshqa nima? Farzandlari qoldi, yaxshi xotiralar qoldi. Shu ukamga nima qilib, havas qilib shunday yetuk, mard, jasur farzand bo'lsin deb, mana nabirachamni otini ham Jo'ramurod qo'yganman. O'zim, mana o'zim farzandimday, endi mana katta qilyapman. Mana shu nabirachamni ismini Jo'ramurod deb shu tog'asidek, shu qo'rqmas, mard, jasur, vataniga xizmat qiladigan yigit bo'lsin deb umri o'xshamasin-u, lekin shu fazilatlari, xarakterlari shu tog'asiga o'xshasa juda ham xursand bo'laman. Vatan uchun jonin bergan jigarlarim, hurlik uchun qonun bergan jigarlarim, xoinlarni itdek qirgan jigarlarim, unutmaydi nomingizni aslo vatan. Siz tufayli uyim tinchdir, baxtim omon, siz tufayli kunlar kelar dorilamon. Ey Mahmudjon, ey Jo'ramurod, ey Elomon, unutmaydi nomingizni aslo vatan. Insonning umri qancha yashaganligi bilan emas, balki qanday yashaganligi bilan o'lchanadi. Jo'ramurod Qodirov 31 bahorni qarshilagan bo'lsa-da, lekin uning qilgan mardligi, ko'rsatgan jasorati ming yillargacha avlodlar qalbida saqlanadi. Jo'ramurod Qodirovning porloq xotirasi qalblarimizda abadiy yashaydi. Qadr shulkim u yurtda hazrati inson aziz, hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat, erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz.